Mashinam qani? Gamer bu yoqqa kelgin. Voy, kim taqillatyapti, voy. Zo'r vaqtga kelasan, ha, shu yerda nima deysan? Janob bersa chaqiryapti. Voy, janob bermay, pore. Men uxlayman, uyqum kelyapti, yomon. Voy. Janob ber chaqiryapti deb senga. Voy, sen atala qilasan. Voy. Voy, yana bir bor hammaga assalomu alaykum, men Azob Najarim. Voy, ketuvchiman. Xo'sh, menda nimalar bor ekan? Boltam, juda bir olaman. Voy, ertalabdan ham o'tasanmi, qoch endi. Borib ishlayni qilaverib. Voy. To'g'ri jonim, endi nima qizig'i bor ekan. Xullas, do'stlar, men telefonim bilan mashinamni sotdim-da. Bu eski uyimda chiqib ketdi albatta. Va o'zimga bosh qo'yman, shu kriminal to'lov deyishgan shu jonamerga o'zimni yerim o'tadi. Jonamer kiraveraymi? Kiraver. Assalomu alaykum jonamer. Va alaykum assalom gamer. Fermecha qilib keldingmi? Jonamer, men fermechi emasman. Men axir o'tinchiman. Ha, o'tib qo'yibman, kechir. Endi hammada bo'lib turadi. Xullas, eshikni yopib qo'yay, yaxshi yana birorta sizlar gaps bo'lsa. Senga hozir bir gapim bor. Senga bloklar EDSBga garaj qurib ber. Nega sakradik? Jonamer, siz hozir qanaqa men qo'limdan narsalar berish to'tang? Sizda olmosdan hamma narsami? Axir men merman, ya'ni bor. Xullas, hamma narsa menga bog'liq. Xullas, menga garaj qurib berish kerak va sen unga boshqa qo'yishing kerak. Yana qanaqa garaj o'sha? Garaj, xo'sh. Senga bir kalit beraman, o'sha qishloqqa kelish kerak, qo'roq qilish kerak. Qo'roq qilishyapti hozir. Allo. Janob, sizni mashinangiz yetib keldi. O araba ishlab yetib keldi. Hozir chiqamiz. Janob, men negadir qayerga ketib qoldim. Men qayerga ketdimsa, mana shu kirishda bularni hozir inventarga solib qo'yay, hozir bularni olib qo'yay. Shu bitta janob va mashina va nima? Lamborghini? Janob, haqiqatan ham shu mashinani olyapsizmi? Men shu mashinani olyapman. O'zi bu mashina juda qimmat bo'ladi. Axir bu Lamborghini, bu juda qimmat. Bu adashmasam juda ham qimmat, 100 ming, 200 ming dollar turadi. Qanaqa 200 ming, juda arzonga oldim, xullas. Sen borib tura qol, biz kelishib olamiz. Keyin senga o'zim aytaman, kelasa senga boshiga habesh qilgandan keyin senga boshqa kalta beradi, garaj qurib, sen o'sha mashinani yetkazib qo'yasan. Yaxshi, unda janob mer, rahmat. Xo'sh. Mayli, men borib garaj qurib turay, yo'qsa bular uncha garashib tursinchi. Xo'sh, menimcha garajni men qanday usulda qurishni bilaman. Bu taxtalar, politsiya kelibdimi? Mayli, ular politsiya kelgan bo'lsa, shu yerda politsiya bo'lishi kerak. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Yo'q. Politsiya yo'q. Nimagadir yo'q politsiya. Lekin bizda eng muhimi olmosda hamma narsa bu sinmaydi, hech narsa qilmaydi, etkilib bo'lish kerak. Bu mashinaga ko'tarishi qurim yetmaydi. Xo'sh, shu yerdan qurayapman. Mayli, shuni qurib ketiveraman. Oddiygina. Nega oddiygina atalib quryapman? Buning sababi nega bloklar qurilmayapti? Yo Minecraft qotyapti yoki haqiqatan Minecraft juda qotyapti. Xo'sh, bloklarni asta-asta qurib olamiz. 3 qavat bo'lsa ham yetarmikin, tepasini 3 qavat yetsa kerak, chunki oynaga tegib qoladigan joyi bor ekan. Xo'sh, yana xo'sh, ancha past bo'lib qoldi-da, past bo'lib qoldi. Past bo'lib qolgan ekan, bu to'g'ri kelmaydi. Yana jonamer gapiradi. Past qilsan, seni bir bola, xullas. Adashmasam, bu o'zi menga bergan ekan pulini. Xo'sh. Bu yerda menimcha yog'och yetmay qolishi mumkin. Yetmasa hech narsa demaymiz. Jonamer, siz berdingiz, biz qildik. Pul mana yog'och yetmay qoldi. Avvaljon qisman chiqaychi, men avval mana shuncha yetsa kerak. Yana shunday qilib tez garajni xudo xolasa qurib olamiz. Bu yer shart emas, o'zi yetadi. Yana tom albatta bu tushib ketsa aniq oyog'im og'riydi.
Yo'qsa nima bular o'zi bu Minecraft bor, lekin mavjudi bor edi. Nima deymiz boshqa? Xo'sh, voy, mayli, bosh qilichimiz ham yo'q. Xo'sh, tomni yopamiz. Mana hammasini yopib chiqishimiz kerak, yo'qsa mabodo yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, yana bu Lamborghini do'stlar, Lamborghini bu juda ham qimmat. $100,000 sarflariga berib qo'ysin. Nega bu bo'lib qoldi? Mana hech narsa qilmaydi. Xo'sh, endi bu yerlarni tozalaymiz. Xo'sh. Tagini albatta tozalab chiqish kerak, bekorga berib berish kerak bizga. Shu berker bilan tozalaymiz. Chunki qulay ko'rinadi. Qanaqadir Lamborghini bo'lgan joyiga qanaqadir oddiy loy blok, ancha yaxshi emas. Ya'ni bu bir g'alati ko'rinadi, xunuk ko'rinadi. Xullas, eng muhimi biz hamma narsani dildagidek qilishimiz kerak. Xo'sh, 35 ta yog'ochni qilimgina polniyo. Tom qanaqa bo'lsa, pastdan shuna 20 yetmasligi ham mumkin-da, shunisi bor do'stlar. Mana yetsa bizga foyda, yetmasa-da jonamirga zarar, chunki bu bizdan pul olib ketmaydi. Albatta yo'q qo'yay. Xo'sh, menimcha sal yetmasa kerak. Yo yetarmikan? O, 2 ta ortib qoldi. Ancha yaxshi. Xo'sh, yana bu yerlarga sal g'alatiroq ko'rinyaptimi? Yo'q, ancha. Mana bu yerga 2 ta fakil qurib yuborildi. Ancha zo'r chiqadi. Va mana shuni qo'shib juda oson. Battarlikni lekin ko'raylik-chi. Yo, to'tlar bu yerga 2 ta bo'lsa, martdan olamiz. Ishdan nega kremli chiqdi. Bu bizga qizig'i yo'q. Xo'sh, endi oynalar. Xo'sh, oynalar albatta yaxshi o'rnatib chiqishimiz kerak. Men politsiyani oldiga, chunki mabodo mashina yo'qolib qoladigan bo'lsa kerak. Xo'sh, 3 ta yetib qolaveradi. Jonamer ancha ko'p beryapti dersan, tepaga qo'yarmikin. Tepaga ko'raychi qana chiqarkan. Sapasi chiqdi-yu, lekin muhim mashina sig'adi. Yaxshi chiqarkan. Xo'sh, bu yerga ham qo'yib boramiz. Nega yerga buzyapmiz? Xo'sh, mana oyna kattagina bemalol ko'rinadi. Masalan, tashqaridan qanaqa ko'rinadi? Yaxshi ko'ryapti. Bemalol mashina ko'rinyapti mana. Bemalol bu yerda mashina ko'rinadi. Ijozat buzib qo'yamiz haqosa. Mashina bemalol ko'rinyapti. Bu yerda politsiya turibdi, menimcha yangi politsiya kelishgan bo'lsa kerak. Xo'sh, buni men jonamer yoniga otib qo'ysam, qo'yib qo'ysam bo'ladi. Xo'sh, uylarda yo'q. Xo'sh. Barchasini shu yerga otamiz. Opa. Mana toshlarni ham, urug'ni ham, kremniyni ham, gravit nimaligini. Xullas bo'ldi, bu narsa turaversin. Bu meni pullarim, ishlagan pulim albatta. Nega bu o'tib qoldi savol. Xo'sh, bularni ham qo'yamiz. Endi jonamer oldiga boraylik-chi. Menimcha gaplashib bo'lishgan. Jonamer, sizlar gaplashib bo'ldinglarmi? Ha, biz gaplashib oldik. Senga hozir mashinaga kalt beradi, garajni qurib qo'y, keyin o'zim qarab qo'yaman. Xo'p, jonaber. Assalomu alaykum. Nima? Jonaber nima deyapti? Ha, garajni qurgan bo'lsa, uni sayyoz kaltni berib qo'yib qo'y deyapti. Butun qana bilasiz? O'zi bilan ishi bo'lsa, o'zini ishini qil. Xullas, mashina kalti berasizmi? Kalti bergani uchun rahmat. Endi sal qo'shib bizning mashinani o'zi haydardim. Haydamayman, olib borib qo'yardim. Xo'sh, mashinani qana nedir? Mashina sal etkora bo'lishimiz kerak. Menimcha bu yerni aylanib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, yondan qo'yamiz. Ko'rinar ekan bemalol etkor bo'lamiz, bosib ketmaymiz narsalarni. Bemalol ko'rinar ekan etkor bo'lamiz. Yerlardan tushib ketardi saqosa. Xo'sh, qanaqasi orqamachimi oldiga qo'yaylik. Xo'sh, qaraymiz, orqamachi etkorroq. Chiqib ketdimi? Etkorroq bo'l. Yonga. Ana xo'sh. Yana hozir o'chiraman buni. Nega men ichida paydo qoldim. Yana quflab qo'yamiz hozir. Yaxshi, quflab qo'ydim. Lekin burada sal orqaga sal kichkinachib qoldi. Mana bu yerga bir amallab jonim o'z to'g'ri bo'lsa kerak. Xo'sh, bu kalitda ham mana buni stolga yorib o'raylik. Chunki bu Lamborghini kaliti nega otilmadi bu. Xullas, bu Lamborghini yerga tushib ketish qilmaydi. Xullas, men borib o'zim ishlarimni qilay. Ha, aytgancha do'stlar,
To'g'risi men to'g'ri o'tinchiman, lekin bu yerdagi barcha daraxtlar tugadi. Nega tugadi deyishimiz sababi chunki ko'pchilik digital yo aqlli bo'lgan, bir bola bo'lgan, xullas mana shu yerdagi barcha yog'ochlar tugadi. Hammasi tugab qoldi. Negadir men o'zim hayron qoldim, urg'am chiqdi. Nechta ikkita mayli. Bu bizga umuman qiziq emas. O'tveramiz hammasini. Xullas bu yerdagi barcha o'tinlar tugab qoldi va ularga yana chopish kerak. Men hozir chopgim kelmayapti. Charchadim, ertalabdan meni ishlatishdan. Eng muhimi pul ishlab oldik. Menga shu kerak. Boshqa nima qilardim? Haqiqatan ham pul ishlagancha yaxshi. Deyarli 2,5 strak desak bo'ladi ancha yaxshi. Mana shu uxlab olaymi? Uyqum kelyapti. Borib, Jo'raberga darslarni topshiray. Yangi mashinalar olibdi. Mayli, quloq bo'lsa beram, o'zim ham yaxshi mashina olaman. O'zim bo'shashib ketdim. Jo'raber yo'q. Mayli, uni mashinaga darslarni shakib beramiz. Bizga bu farq yo'q. Xo'sh. Bu mashina, bu balki Lamborghini mashinasi. Sizga bunga tashlab ketgan, bu meni imkoniyatim. Wow, mashinaga e'tibor beringlar, judayam zo'r. Buni ozroq o'g'irlash kerak. Albatta, uni o'g'irlamayman, balki sotaman buni. Axir men mashinnikman. Xo'sh, endi buni eshigini ochamiz. Nimalar bor ekan? Xo'sh, qani o'ynaymiz. Ovozi zo'r.